Assalomu alaykum. Akalar yaxshimisizlar? Charchamayapsizlar? Sanjar Batirga xush kelibsizlar. Bizdan Sanjar Batir kunga to'xtaymiz. Sanjar Batirdan hamma yo'llari zo'r, pechatlari, bosib berishlari, nonlari, ayniqsa issiq patirlari zo'r. Kunda bo'ladi. Hammasi zo'r. Xushmuomala opalar, ayollar ishlashadi. Kofelar, choylar hamma yo'q bo'ladi. Kelsalar, pechatlarni erta bosib berishadi. Aka, men Toshkent Farg'ona xatdayman aka. Shu Toshkent Farg'ona kunda yorib kelamiz. Har narsa boshlaman ekan aka. Har borib kelganga to'xtayman. Keletlarni mana shu yerga to'xtataman. Toshkentdan kelayotganimda Uzluga to'xtayman, Toshkentga ketganimda bu tarafga to'xtayman. Mijozlar o'zlari aytishadi, Sanjar Batirda mijozlar o'zi ham bilishadi. Mendan ham yaxshi. Qulayliklar, aka, shu istagan gaz yaxshi aka, shu pechat borishlari aka, xushmuomala choy bor, shopillarga aka, sharoitlar hamma yo'q bor aka, choy bor, kofelar hamma yo'q berishadi aka. Charchab qolsangiz aka, xonalar ham bor aka, bemalol aka. Tavsiya qilaman, bemalol shopir aka, shu yerga to'g'rasizlar bemalol. Yana bir narsa esimdan chiqib qoldi akalar. Ular haligi xabarlaring bo'ldi, hammaning xabari bo'ldi. Biz O'zbekistonda Toshkent Perival yo'li bekilib qolganda Sanjar Batirga kelib, hamma klientlar, shopirlar kelib, Sanjar Batir akamiz kelib, kofe choylarni bepul tarqatdilar hammaga. Nonlar, hech kelsa nonlarga bepul berdilar shopirlarda o'ziga. Yo'lovchilarga ham ancha yordam qildilar. Akamizga ham kattakon rahmat. Oldindan akalar, akam ko'rsa aytib qo'yaman, o'zim ham bir qator. Joningiz sog' bo'lsin, Sanjar aka, yaxshi kunda ko'rishaylik aka.